Assalomu alaykum. Germaniyadan biz hozir Germaniyada IKEA mebel magaziniga keldik. Hozir ichiga kirmoqchimiz. Germaniyadagi student hayotini kuzatmoqchi bo'lsanglar, videolarimni YouTube'da, Instagram'da va Telegram'da kuzatib boringlar. Biz endi ichkariga kirmoqchimiz. Eingang. Tingleyken. Mana bu oshxona mebellari tayyorlab qo'yilgan. Bu tomonda 399 euroga 5 ta yog'och kiyim iladigan veshulka berar ekan. Mana biz qizil degan qolar yozuvlilari skidka bo'lishi ham mumkin. Bir xonali uyga chetga qilib qo'yishibdi. 10 euroga anaqasi ekan. Yostiq jild. 24 euroga mana bunaqa dumalog'i olsanglar bo'lar ekan. Bunisi 40 euro. Qaysi biri chiroyli? Mana bu yana boshqa xonasi ekan. Make-up stol uchun ideya. Oynasi chiroyli ekan. 40 euroga shunaqa katta oyna berar ekan. Kartinkalar mana bunaqasi bo'lsa, yoqdan buyoqqa suriladi. Oyog'i bor. Tomonda boyagi kravat, zesi, o'tiradigan stuli 179 euro. Gilam 60 euro ekan. Komodi ham bor ekan bitta. Bitta tayyor xona uchun ideya. Katta oyna, gul, Arialada dushlarigacha qurilgan. Mana bu endi mehmonxona. Men bu ko'rib turgan van kreslo 2000 euro ekan. Bu endi nargisi detskiy xona bilan qo'shilgan. Ideya uchun zo'r. Kimnidir xonasi kichikroq bo'lsa, mana qilib mebel qo'ysa ham bo'lar ekan. Devorga katta qilib mashqa yasab, bu tomonga televizor, tepasida shunaqa narsalar, chinni bir nimalarni terib, mana bunaqa o'tiradigan divan olsa bo'lar ekan. Bu divan narxi 279 euro. 3 ta odam tiqilib sig'adi lekin. Mana bu o'tirishga mo'ljallangan yer bag'ir pastakkina, bu 179 euro. Qaysi biri yoqdi ko'proq? 3 kishilikmi yoki men bitta odamni o'zi maza qilib o'tirganim? Zo'r. Bu yana bitta boshqa xonasi. To'r degan turgan lampa 99 euro ekan, 100 euro. Tomonga kitoblar, kimni kitobi ko'p bo'lsa, shunaqa burchak qilsa bo'ladi. Zo'r. Mana yana bitta boshqa xonasi. Kichkina xonacha ekan. Bu yerda mana bunaqa kitoblar qo'yibdi. Mana bitta stol ham bor ekan, yoniga nimadirlarni tashlab qo'ysa bo'ladi. Bitta stol, kichkina anaqa divani. Mana bunaqa temirli ikkita uchta qo'yib qo'ygan, 3 ta ekan o'sha. O'shandan menda bitta bor edi eski uyimda. Undan keyingi qizga tashlab keldim, lekin ideya bo'yicha uni ham zo'r qilib qo'yibdi. Hamma o'zini dokumentlarini ushlab qo'yib qo'yadi. Tepaligi ham chotki. Mana shu 499 eurolik divanni eski uyimda bor edi. 40 euroga eski ishlatilgan narsalarni OLXga o'xshagan saytiga qo'yib sotib yubordim. Kemasimni oldim. Mendan keyin kelayotgan qiz olgisi kelmadi. Keyin men sotib yubordim. 40 euroga. Bitta stol bor ekan. Va men korpuzo'r. Narxini tasavvur qilolmaysizlar, bu 80 euro ekan. Arziydimi 80 euroga bilmadim. Bitta joy teshilsa lekin hamma narsa tushib ketadi.
Men bular ko'proq chiroyli, lekin menimcha yonidagisi 49 euro skidkada ekan. O'zi 80 bo'lgan ekan. Men bu yonidagi temirliklari 10 eurodan. Kravatni yoniga yoki o'rtaga xonani o'rtasiga qo'yib qo'ysa, menimcha bo'ladi. Mana bu tomonda yana boshqachalari undayda korp. Zo'r. Bu yoqda endi boshqacha. Har xil divonlar. Kichkina joychaga dars stoli uchun ideya. Zo'r. Mana men buni kattasi hozirgi turgan xonamda devorga, butun devorni shunaqa instruksiya qilib yasashgan. Yotoqxonada talabalar turar joyida. Bu hozir Ikea'ning o'ziniki. Anaqaga devorlarimizga mana xuddi Legoga o'xshab qirg'izib qo'yaveradi xohlagancha. Mana bu yer bag'rida turibdi ekan, pastroqda. Bu ham lekin chiroyli chiqarkan. Biz endi o'zimizga balki shunaqa xonada o'zgartiramiz. Mana bunisi to'rttasi 10 euro ekan. 4 ta oyna. Zo'r. Bitta to'rttasiga bitta odam sig'adi. Sotuvsi bo'lar ekan. Aman bu bo'lsa ideya. Agar kim uyida bunaqa nima tepadagi ilgay qilsa, shim miladigan veshilka bilan rasm ilib qo'ysa bo'lar ekan. Ideya zo'r. Bunaqa kartinkalarni yozib qo'ysa bo'lar ekan. O'rganish uchun ideya. Mana bitta 30 euroga mana shunaqa rasm katta oyna berar ekan devorga qoqishga. Butun bor bo'yiga ko'rinadi. Odam kiyimim qalay? Shunaqa. Bu yerda endi bo'yiga har xil oshxona narsalar turibdi ekan. Bu tomonda hammom. Kichikroq bo'lsa shunaqa ideya qilishar ekan. Hamma bu kiyim iladigan, kiyim quritadigan mashq qilib devorga ilib qo'yadigan qilib qo'yishgan ekan. Bu tomonga mana kiriladiganlarni. Zo'r. Bizga mana shunaqa kirlarimizni yig'adigan kir kiyimlarni nimadir kerak. Mana shunaqa ilgagiga demak sumka qilib ilsa ham bo'lar ekan. Bu sumkasi 249 euro ekan. Zo'r. Mana biz hozir bunaqa boks topdik. Eng qizig'i boksi qopqog'ini alohida pulga sotishar ekan. Ideyani qanaqa baholaysizlar keyin 549 boksni o'zi 2,5 euro qopqog'i. Boshqa tomondan yaxshi. Qopqoq kerak bo'lmasa olmaydi hech kim. Bu yerda bunaqa stol bo'lsa 10 euro ekan. Tega oyoq kiyimni taqsa ham bo'ladi. TV bank debdi, lekin aslida oyoq kiyim kiyib ketib qolsa ham bo'ladi. Televizor qo'yishga mana bunaqa tega bokslar qo'yib chiqishibdi. Buni qopqog'i yo'q menimcha. Alohida. Mana bizda yana bitta boshqasi ham bor. Lattaligi. Nech pul ekan? Qimmat ekan, 8 euro. Mana bu tegiga turgan televizorni tegiga qo'yadi. Menda shuni komodi bor edi. Bu hozir 3 tali tortmasi yonma-yon 100 euro ekan. Mana komodim kengroq edi. 3 ta etajli. Shunaqa. Arzonroq edi menimcha. Yoki narxi shu atrofida 80 euro. Bu yerda boygina yasab qo'yishgan ekan. Bu endi yig'ilgani, bu menimcha razmeri kattaroq. Bu 13 euro. Lattali. Lekin aslida bunaqa narsalarni boshqa
joylardan ham olsa bo'ladi. Masalan, Euroshop, Kik, Teddy degan magazinlarda ham shunaqa bokslarni sotadi. Mana bu yerda turgan pastdagi bokslari teshikli 549 euro ekan. Boygindan ko'ra ancha arzon, 2 barobar. Bu yerda endi shkaflar. Mana bu yerda o'zi bo'sh to'rtburchak shunaqa yasalgan narsa, mebel. Ichiga bunaqa narsasini sotib olsa bo'ladi. Bu yurakchaligi 499 euro ekan. Mana bu yerda doshani однотонный sveti bor ekan. Bu ham 5 euro 499. Mana bu turgan kattasini, shu turishi eshiklarisiz 169 euro ekan. Zo'r. Ideya yig'ib ketsa bo'ladi. Mana bu yerda qizlarni ranglari bor, xona bor ekan. Hammasi вообще chiroyli. Mana bu ustiga anaqasi yoqdi menga, rosa betveshi. yostiq jild ko'rpani ustiga qiladigan, keyin devorni rangi rozli. Вообще chiroyli. Rosa. Buni narxi 14.99 euro ekan. Razmeri 140 ga 200. 80dan ikkita yostiq jild, bitta kravat usti degan qasi, ko'rpasini ustiga kiydiradigan. Germaniyada prostina sotishmaydi billa. Yostiq jild bilan faqat ko'rpani ustiga. Mana bu spalni uchun ideya. Mana bu polkalari chiqadi, tashqariga tegi har xil narsalarni sotib qo'ysa bo'ladi. Shkop, mana bu o'tiradigani 299 euro ekan, shkopi 379 euro ekan. Mana bu anaqasi bo'lsa, to'g'ridagi oynani yonidagi 25 euro. Bu uzunroq ekan. Oynasini olsa 20 euro ekan. Bu yerda detskiy pampersni almashtirsa bo'ladi. Ko'p nemislarda shunaqa stol bor uyda. Mana O'zbekistonda ham balki bordir. Men nemislarda oilada ko'rganman. Mana bu kravati, detskiy kravat 158.99 euro ekan. Tepaga mana bunaqa qilib tushirib qo'yibdi. Zo'r. Chiroyli. Bu yerda kravatlar matrasi bilan qo'yib qo'yishibdi. Matrasni mana turgan narxi bir kishilik 379 euro. Bu yerdagi matras sal balandligi kichkinaroq ekan. Bu 179 euro. Bu ham bir kishilik 10 yilga garantiya berishar ekan. Bu tomonda mana yostiq. Yostig'i 50 euro ekan. Bu yerda bo'lsa matraslarni ichi qanaqa materialdanligini ko'rsatib qo'yishibdi. Prujinkalis bor ekan 119 euroga. Mana bu balani 399 euroligi mana bunaqa ekan. Zo'r. Har xil 7 qavatli o'sha 7 ta anaqasi bor, materiali bor ichida. Matrasi sog'liqqa foydali deb qimmatga sotishadi. Ularning hammasi 90 ga 200 bir kishiliklarning narxi. Degani bitta butun 2 kishilik olmoqchi bo'lsa, demak ancha qimmat. Undan ham eng pastdagi gubka 80 euro. Faqat gubkani o'zi, lekin ancha yaxshi emas, chiroyli. Shunaqa narxlar xullas. Mana yana yurakchali narsalar 30 euro bo'lgan ekan, 14.99 ga tushib qolibdi. Bu ham 2 kishilik bir paltara kravat dedim, 140 lik. Shunaqa yostiq jildda, keyin ko'rpani ustiga yopadigan. U nariyaliga turgan pardasi xuddi yozda biza tutib yotgandaqa pashshaxonaga o'xshar ekan.
yostiqlar, har xil kravatlar, rosa ko'p. Mana bunaqa tortmali kravat, praktichniy O'zbekistonda ham bormi? Kimdadir tagiga har xil narsalarni solib qo'ysa bo'ladi. Bu bo'lsa hozir kimnidir komoda yoki kravatini tagiga ekan. Shunaqa bo'lsa, ichiga mana shunaqa organayzerlar qo'shib sotsa bo'ladi. Ichiga shunaqa qilib joylashtirish uchun ko'rsatib qo'yibdi. Bu kravat 299 euro ekan. Qimmatmi yoki arzon? Mana bu yana bitta bir kishilik. Kravatim narxi 209 euro ekan, ustidagi matrasi 400 euro ekan. Общий 600 eurodan sal oshiqroq. Uni ham polkalari bor ekan, ikkita. Mana bu devori bo'lsa полностью yasalgan. Ichiga narsa qoqib kirgizib qo'yadi. Bu tomonida mana xaldiniy 119 euroga oshxona narsalari. Bitta odamga yetadigan hamma narsani kirgizib qo'yishibdi. Bu tomonda bo'lsa xuddi o'sha xonani hojatxonasi, bu yoqda dushi. Zo'r. Tashqarisiga kirmasdan oldin razmerini yozib qo'yishgan. Endi ko'rdimmi? 11 kvadrat metr xonaga shuncha narsa sig'ishi mumkinmi? Bu bo'lsa 20 metr kvadrat metr xona. Yotoqxona xuddi mani xonam eski uyimniki 29 kvadrat metr balkon и dushlari va nalari bilan edi. Bu bo'lsa 25 kvadrat metr ekan. Bu endi o'sha kattaroq. 25 kvadrat metr uchun. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa kiyimni ilib quritadigan anaqasini devorga qoqib qo'ygan. Ana bunisi chiroyli ekan. Balkon bu. Narxi 29 euro balkon uchun. Bunisi 50 euro, devorga qoqib qo'ygan 25 euro. Chiroyli qilishgan ekan, rasm. Balkon uchun chiroyli idea. Eski balkonim razmeri ham mana shunaqaroq. Mana bu yeriga qo'yilgan 1 kvadrati o'shanaqa 0,81 ekan. 20 euro. Gilamchasi 30 euro ekan. Qimmatmi yoki arzonmi? Biz endi kiyim shkaflar kelgan, qo'yilgan joyga yetib keldik. Mana bunisi sotib bo'linganiga skidkada 139 euro. Mana bunisi rosa chiroyli ekan, ham oynasi bor, ham pastlikda tortmasi bor, keyin mana bunaqa ochilar ekan. Ichiga katta kiyimlarni ilib qo'ysa bo'ladi. Oynasida o'zini ko'radi. Bu tomonda har xil polkalar bor ekan. 4 ta polka, pastida 2 ta tortma. Buni narxi hozir aytaman sizlarga 400 euro. Yoniga kiyim ilsa ham bo'lar ekan. 400 euroga zo'r, lekin chiroyli. Yonda past pakanaroq bor ekan. Uni narxi 149 euro. Qora. Mana bunaqa narsalar ham sotar ekan. Buni narxi 5 euro ekan. Buni eshikka tepasiga ilib qo'ysa bo'ladi, kiyim ilish uchun. Tepadagi oldindagi turgan shkaf bo'lsa 80 euro ham o'zicha chiroyli. Bitta odamga bo'ladi. 2 ta tortmasi bor ekan. Ichini ochsa, bunaqa o'zini alohida 13 euroga olsa bo'lar ekan. Ilib qo'ysa bo'ladi. Bu tomonga bo'lsa, mana pastida joy bor ekan. Bo'lmasam kiyim iladi. Oynasi yo'q, 80 euro. Qimmatmi yoki narxi normalmi? Mana bu boshqacha katta shkaf. Narxi 1330 euro. Suriladigan oyna. Zo'r shkaf ekan. Mana bizlar komodlar
Turgan joyga ham yetib keldik. İki yarısı katta. Mana bunisi shu turishi 80 euro ekan. Skidkada 75 euroga. Shu yerda 146 euro bo'lgan. Amaliki bo'lsa mana qaytib ko'rsataman. Mana turgan tepaligisi eski uyimdagi 80 euro ekan. 4 eshigi ham bor, bunisi 129 euro. Yonida kichkina balichasi bor ekan. Ingichkarog'i 80 euro ekan. Menimcha to'rtta kichkina tortmadan ko'ra uchta katta tortmani 80 euroga olgan yaxshiroq. Bu yerda bo'lsa shmink, tush, make-up qiladigan. Mana oynalari. 100 euro. Mandan bo'lsa bizda bor edi. 50% skidkaga tushib 35 euro. Bu aski yig'ilmaydi-da, lekin o'zi praktichniy narsa. Katta, orqasiga kiyim ilsa bo'ladi mana. O'zi ham og'ir, biz ham Stuttgartda bitta odam uyidan hali yig'ilmagan yangisini o'sha paytda 70 euro edi. Hozir skidka ekan, lekin 70 eurolik paytida 11 euroga, 12 euroga olganmiz. Shunaqa, lekin korobkasi bilan avtobusda ko'tarib chiqqanmiz ekan yotoqxonagacha. Shunaqa ishlar qilamiz biz Germaniyada. Zo'r. Mana bu yerda yosh bolachalarni detskiy xonasi ekan. Anaqasini qaranglar. Boshini chiqarib qo'ysa bo'ladi. Ikkita bolachaga mo'ljallangan. Tepasida bitta, pastda bitta, keyin bu yoqda o'ynaydigan, chizadigan xonasi. Burchagi. Mana bu yoqda detskiy shkafcha. Chiroyli. O'zlarining tabletkachasi bor ekan 6 euroga. Agilami bo'lsa ilonchakmi? Ha, ilon ekan 25 euro. Mana bu kichkina stulchasi. Yana boshqa bitta detskiy xonani shunaqa qilib qo'yishibdi. Ikkita bolacha yotsa bo'ladi. Kravatlarni qarang. Bu yoqda mana shkafi, o'ynaydigan joyi. Mana to'g'riligi bo'lsa oshxona. Narsalar o'sha turishi 80 euro ekan bolachalarniki. Ovqat qilsa bo'ladi. Hamma idish-tovoqlargacha. Mana bu turgani bo'lsa 106 euro ekan. Bu yoqda xuddi quyoshdan to'satgandek tepasidan bak qilib qo'yishibdi. Buni narxi 15 euro ekan. Men bunaqasiga yarasa qiziqdim, lekin bor-ku. Kichkina mini o'tiradigan. Narxini topolmadim, topdim. 129 euro ekan. Oh my god. Bolachalarga zo'r ideyalar. Mana bu detskiy shkafi 464 euro. Kattalarnikidan ham bir xillaridan qimmatroq ekan. Bu bizani hozir Ikea'ning ichidagi ovqatlanadigan joyi ekan. Shirinliklar, bir bo'lagi mana bitta tiramisu bor ekan, 3 euro ekan. Odam rosa ko'p o'chird. Bu tomonda mana ichimliklari, mana bitta olmali shirinligi bilan vaflisi bor ekan. Menga mana bu rosa yoqadi, vanilli. O'zi aslida olmali mana shu apel shtrudeli shirinligini shunaqa narsa bilan yeydi. Puding, sutli. Mana bunisi bo'lsa qaytarib bersa bo'ladi. Fant degan narsa bu yerda ham ishlaydi. 5 euroga idishini olib qaytarib bersa bo'ladi. Mana bunisi sho'rva ekan. Pils krem. Pils bu shampinyon, o'zi qorin. Bu yerda non bor ekan. Chesnokli 1,5 euro, 1,50. Bu tomonda menyusidagi ovqatlar. Mana bitta endi ichimliklar bor ekan. Har xil soklar, kompotlar, bolachalarga shirinliklar, pechenyelari. Buni ham ko'rsataman. Mana bu pechenyelari Shvetsiyani o'ziniki ekan, keyin Shvetsiyaning markasi bo'lganiga 2 euroga. Mana bunisi bo'lsa bu siruplari ekan 349 euroga. Anorini bu to'g'risini bilmayman qanaqa boshqacha o'simlik. Bu tomonda dekoratsiya. Mana bitta bolachalarga kichkina mini soklar. Narxi 99 sent. O'zi aslida narx-navosi undan olganda zo'r. O'rtasidagi narxlar o'zgardi. Mana shu ovqatlar bugun bor ekan. Eng qimmati 10 euro. Mana bu yerda oshxonaga kerak narsalar. Sham, mana idish bor ekan, 249 euro eng kichkinasi. Bitta
alohida bo'lsa kerak bu qopqoq ham. 3 euroga. Qopqoq aytganimdek alohida xohlasa plastik, xohlasa yog'och 2 euro. Mana bu tomonda yana xuddi o'shanga o'xshagan idishlar 3 euroga mana bunaqa plastik dan sostaxta har xil razmerlari bor ekan. Mana bu idishlari bo'lsa duxovkaga nemislar o'zi auflauf deydi, o'shanaqa lazanya qilsa ham bo'ladi. Duxovkada pishirish uchun 13 euro ekan. Bu tomonda har xil yog'ochli sostaxta yoki turklarga kirsa mana bunaqa ustiga o'zi bizda ham bor menimcha shashlik va narsalarni qo'yib beradi. Bu tomonda ham idish tovoqlar. Mana buni donasi 10 euro ekan. Bunisi 40 euro. Bu yerda mana har xil boshqacha idish tovoqlar bor ekan. €6 euro. Pastiga shishali idishlari 7 euro. Mana bu kattasi 18 euro ekan. Dumaloq katta. Bunga bilmadim nimasi bo'ladi. Razmerlari har xil. Shishalik. Mana bunisi bo'lsa komplekt 13 euro ekan. Mana bunaqa. Hammasi bir-birini ichiga tushib ketadi qopqog'i bilan. Mana bu yerda ular ham komplekt, ular 7 euro ekan. Mana bu bo'lsa mana bu alohidaligi 1 euro ekan donasi. Salat solsa bo'ladi. 7 euroga 4 tanqasini qolipini sotsa bo'lar ekan. Sotib olsa bo'lar ekan. Bu tomonda bo'lsa qopqog'i zich yopiladigan shishali idishlar. Donasi 3 eurodan ekan. Mana bu yerda ham duxovkani qoliplari. Duxovkaga solib sirli mazali ovqatlar qilsa bo'ladi-yu. Lazanya, makaron ustiga sirlaqli. O'sha. Har safar magazinga kirsangiz, shunaqa narsa ko'rsa yodingiz keladi. Mana bunisi yonda ushlaydigan bor ekan. Narxi 4 euro, 3,5 euro. Mana bulari qimmat. Mana shu pastiga kichkinasi 6 euro ekan. Mana bunisi uzunrog'i 8 euro ekan. Mana bu yerga ushlaydiganlarning narxi bo'lsa 5 euro. Mana bu ikkitasi komplekt ekan, bu 2,5 euro ekan. Mana bu xuddi qo'lga kiyadigan o'xshaydi. Bu ikkita qo'l kiyib olar ekan, bu 5 euro ekan. Uzunligidan tandir ichiga qo'l kiradi-ku, shunaqaga ham o'xshab ketadi. Bu tomonda o'lchaydigan idishlar 6 euro kichkinasi. Mana bu tegisi 1,5 euro ekan, 500 millilitrli. Zo'r o'lchashga. Mana bunisi 3,9 euro. Mana bu zo'r narsa ekan. Antipasti qilsa, masalan, ustiga zakuska qo'yib, dasturxonda aylantirib ovuradi. Kavlasa, sir, keyin bularni o'zlarini ichiga brinza solingan bolgarskiylari bor. Mana bitta maffin qiladigan silikon qolip bor ekan. Yonida maffinning qog'ozlari bor ekan. Narxlarni o'zingizlar ko'rasizlar. Mana bu pastigisi 10 euro ekan. Tepadigilari uzun narxiga qarab. Mana bu 99 sent, ichida 65 ta chiqar ekan. Tug'ilgan kunlarga qilsa bo'ladi. Mana bu qolipda 5 euro ekan, pastigisi. Kattasi 6 euro. Mana bunisi 6 euro. Shunaqa. Mana qalin vok skorotka deydi. Osiyoliklarni oshxonalariga kirsa, bistrolariga qovurilgan guruch, makaronlarni shunaqa vokda qilishadi. Sabzavotlari chala pishgan, bu ham skidkada 9 euro ekan. 28 cm osh qilsa, faqat qopqog'idan alohida sotib olish kerak. Ma'lum bo'lsa, issiq anaqalarni tagiga qo'yib qo'ysa bo'ladi, idishlarni. Pishgandan keyin ovqatlarni shuni ustiga qo'ysa, kuymaydi. 3 tasi komplekt ekan. Bu yerda xuddi o'shani kattarog'i. Necha pul mashi? 6 euro. 6 euro ekan. Mana bitta usti yaltiroq vok. Boshqacha vok. Bunlar 13 euro ekan.
Mana bu tomonda plastik idishlar, qopqoqlar alohida. Hamma narsani qopqog'i alohida ekan. Mana bu yerda ham temirli idishlar, hammasi ham chiroyli ekan. Mana komplekt 10 euro. 3 ta stakani, 4 ta stakani, keyin yonida tarelkalari, bunaqa chuqur tarelkasi bitta idishlarni solish uchun. 10 euro komplekt zo'r. 4 soladigan. Mana bu tomonda idishlar, bizga xos boul soladigan idish ko'ruvdik yotoqxonada bitta balada. Hamma ovqatdan bittada suzib ketadi, ko'rsatgan. Mana katta, xuddi mana shunaqa edi, necha pul? Вообще katta kosa. 3 euro donasi to'g'ri. 19.99. 5 tek ekan, emas. Mana shu menimcha shu 3 euro ekan. 7 euro. Kichkinasi 3 euro ekan. Mana o'zimizda bor bunaqa kosa. Ammo bunisi 7 euro. 7 euroga donasi. Mana arzonroq bor ekan. Buni kichkinaroq bor edi menda. 4 euro ekan bu. Yaxshi. Bu idishlar sal arzonroq. Og'irmasda, lekin yengil yaxshi. Ammo bilan donasi 1 euro emas. Misli sosa bo'ladi, chuqur tarelka, katta yuza. Xuddi o'shani bitta rangi boshqachasi bor ekan, yashil. Donasi 99 sent skitkada. Mana bu tomonida endi rangli idishlar ekan. Shunaqa rangli idishlarni so'rasa yaxshi ko'raman. Har xil, svetli. Bitta bo'lsa komplekt ekan. To'rtta ichadigani, bitta chuquri, bitta chuqur tarelkasi. Narxi 8 euro. Qolganlarining donasi 2 eurodan 3 eurogacha. Bu tomonda bo'lsa Osiyonani qasida ekan stilida. Mana yana kosani kattasi. Yaponlarni, karslarni, xitoyliklarni oshxonasiga kirib sho'rva ichsa, shunga o'xshagan idishlarda suzib berishadi. 549. Mana faqat qora idishlarga qiziqadiganlar uchun. Faqat qora, keyin to'q ekan. Mana bu yerda boyga idish ochilgan alohida sotishar ekan. Buni narxi 129. Shunaqa arzon ekan. Mana bularning donasi esa 99 sent ekan. Bu yerda ham mana chiqib kosalari 3 euro donasi. Bizning o'zimizdaqa choynak bu yerda yo'q. Mana bor ekan. Bu lekin uzunroq. Narxi 10 euro ekan. Bu choynagini oq, uzunchoq. Mana bunisidan oldin bor edi. Buni narxi 10 euro. Choy bilan kofe damlasa bo'ladi. Chiroyli. Mana bunisining narxi dumaloq kattasi 13 euro ekan. Shisha bo'lsa ham mana bunisi 10 euro ekan. Shisha bo'lsa ham lekin ushiydi. Issiqligi. Bu tomonda har xil stakan, chashka, shunaqa narsalarga keldik. Mana bunisi rozviy. Qiruvchi ekan. Narxi 4 euro. Mana tepadagi turgan rozviy yashil ikkitasi bitta komplekt ekan ular. Donasi 4 eurodan, общий 8 euro 1 sent ekan. Chiroyli narsalar. Lekin bizda bor. Shunga bunaqa narsa kerak emas. Mana uyga mehmon kelganda suyuq ovqatlarni tashishga. 4 euro ekan mana rozviysi, dumalog'i ham. Shunaqa narx.
mehmon kelgan paytda. Bu tomonda bo'lsa stolga yoyib qo'yadigan, stol o'rtasiga shunaqa dasturxonga o'xshagan o'rtasida turadigan har doim material ekan. Bu tomonda tarelkani tagiga qo'yadigan. Bittasi 5 euro ekan. Bu endi oshxona narsalari, idish tovoq quritadigan, polkaga qo'yadigan shunaqa narsalar. Mana biz hozir hammomni narsalar sotiladigan joyga yetib keldik. Bizga kir soladigan korb kerak. Keyin dush yoniga qo'yishga polka kerak. Kichkina polka. Bu yerda hozir hammomga qo'yiladigan narsalar uchun ideyalar. Bizga mana bunisi ko'proq yoqotdi. Razmer agar tushsa 4 ta. Narx 9 euro, chunki hammasi plastik, lekin ko'taradi. Imam bunaqasi ham zo'r ekan, lekin menda jibor bo'lmasa mana shu rozovisi ham chiroyli. Jenskiy qizlarning rangidaqa yarki rozviy. Mana bu xuddi o'shani, bu yerda uzunchog'i ham bor ekan. Buni ham narxi 9 euro. Ichiga mana bunaqa ko'plarni alohida sochar ekan, bu 50 sent. Bu yoq tomonda bo'lsa o'sha taxtalilar. Men o'zimda mana bu turgan mana bunisida eski uyimda 50 euro tashab keldim. Men hozirgi xonamga asli to'g'ri kelmaydi. Xuddi boyagina qorasi mana bu yerda bor ekan. Bunisi 17 euro. Buning ichiga ko'p narsa sig'maydi bo'layotdik. Hozir ideya bo'yicha mana bunisi hamma narsani solib qo'yish uchun bilmadim. O'lchab kelmabmiz, lekin biz sig'adi deb o'ylayotdik. Bu yerda o'sha oynali shkaflar. Bu yerda suv o'tiga qo'yadigan shkaf. Tomonda tortma ekan. Tortmasi ham zo'r. Mana. Вообще практично tepasiga ham mana 129 euro. Yonda o'zining shkafi ham bor ekan. 200 euro. Narxlar qimmat. 330 euro ekan shu turish. Tepasidagi shkafi 219 euro. Uning yonidagi mana bunaqasi 269 euro ekan. Mana bu tomonda mana bunaqa dushkini yangi qo'ygim kelyapti. O'ziniki yotoqxona, o'ziniki plastik ekan. 6 euroligi yaxshiga o'xshayapti. Yonidagi oqi plastikdan. U o'zlarinikida 2,5 euro. Shuning uchun ularniki faqat qora. Bu tomonda bo'lsa yarki fondagi dushi oldiga to'sib qo'yadigan material, suv o'tkazmaydigan pardalari. Eng arzoni 6 euro ekan, har xil ranglilari 10 eurodan. Mana bu boygi rozviy kulrayni 7 euro. Mana damashq tapchikalar 2 eurodan ekan. Xuddi boyigini mana boshqacha ranglari. Yashil, ko'k, kulrang. Endi bu yerda mana bunaqa bejvoy. Bu yerda endi boshqacha materiallar, ular arzonroq bo'lsa kerak. Menimcha 3 eurodan ekan. Mana bunisini ham sifatini tushunchalaymiz. Yoki razmeri kichkina. Mana bunisi ham chiroyli ekan. Mana yashil dumaloqcha. Boshqacha yashil o'rniga boshqa rang bo'lganda, lekin o'zi ham приятный. Buni narxi 10 euro. 10 euroga bu yerda mana sochiqlar. Albaniya xalat. Sochishar ekan. 35 euro. Burası yarki fonda. Mana bu yerda yana детский vannacha, yoniga paqichasi 20 euro ekan. Sochiqlari mana bu tomonda. Plastikdan chiroyli har xil rangli ideali. Mana bunisi rosa прикольный ekan. 5 euro.
5 euro yo'q 3 euro ekan. Uning ichiga cho'tka tish pasta solsa bo'ladi bolachaligi. Mana bunisiga ilgak devorga qotirib yopishtirib qo'yarkan, sochiq pochalayversa ham bo'ladi. Prikolniy. Bu tomonda endi oddiy soch o'yladiganlar, har xil polkalar, ilgaklar. Suyuq sovun ishlatadi ko'pchilik. O'shaning uchun bu yerda suyuq sovunni idishlari. Mana bu ham suyuq sovun uchun. Ikkitasi har doim deyarli komplekt sotishadi. Sovun bilan cho'tkalarni solib qo'yadigan idish xuddi mana bunga o'xshagan. Bu yoqda отдельный ekan. Bular narxi 4 eurodan ekan. Xohlagan rangini tanlab olsa bo'ladi. Bu tomonda 5 eurodan alohida sotishar ekan. Cho'tkalarni solib qo'yadi. Bizga keyin hammomga misir solishga paqirchaladan kerak. Men bunisi lekin zo'raga 20 euroga bilmadim. Oladimdir, lekin knopka bilan. Undan ko'ra bizga yoqasi yoqadi. Ko'p joylarda praktichniy ham oyoq bilan bosib ochadi. Bu 10 euro, naryoqda xuddi shuni sherigi bor ekan. Uni narxi 6 euro ekan skidkada. Mana bunisi ham 10 euro. Mana qarangni bilmadim, menga unchalik yoqmadi to'g'risi. Mana bu yerda kiyimlarni sotib qo'yadigan har xil idishlar. Mana katta musor idishlar. Mana bunga kir kiyimlarni solib qo'ysa bo'ladi. 1+2. Menimcha ikkitasi bittasida ekan, uchtasi bittasida ekan. Mana bunisi baklashka yig'ishga ekan. 20 euro. Bu yerda kir kiyimlarni 3 xil ajratib rangiga qarab narxi uchtasi 8 euro ekan. Bu tomonda mana musor soladiganlar. Mana bu yerda musor soladigan idish 2,5 euro ekan. Mana bunisi o'tgan yil adashmasam 1 euroga oldim. Skidka. Lekin uni men o'zimdan keyingi qizga tashlab keldim, bilmayman nima qilgan. Mana bu yerda ham musor soladiganlar, mana bu yerda kiyimlarni sortirovka qilib solsa bo'lar ekan. Mana bu yerda nimalar kir yig'adigan beshi katta 50 euroga skidkaga tushibdi. Organizer. €35 ekan. 20 euroga kiyim soladigan narxlari bu yerda. Bu yerda oyoq kiyim qilib qo'yilgan to'rttasi 13 euro ekan. Mana bunisining donasi 3 eurodan. Etajini sotib olsa, ложка 70 sent ekan. Etaji. Har xil boshqa narsalar. Usti yopiladigan, changdan saqlaydigan material. Kravatni tagiga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Shunaqa. Mana biz Ikeada o'zimizga boyi hammomimizga o'shani olmoqchi bo'lsa, uni nomi Vesken. Boyga yasab qo'yilgan joyidan pastga tushdik endi biz. Mana bizaniki manbiydi. 9 euro. Endi biz hozir buni qayerda turganini korobkada ko'rib olishimiz mumkin. 28-chi qatorligi 00-chi joyda turibdi ekan. 99 plus bor ekan hali. Mana shuni biz sotib olamiz endi. 28 mana to'g'ridan o'ng tomonda ekan. O'sha yerga borsak, o'shani topamiz. Buni hammasi korobkalarda yasalmagan chiqadi ichidan. 28. Mini stolcha bor ekan. 7 euro ekan.
28. Mana 28 ga yetib keldik. O'ng tomonga qaytamiz endi. Mana 28. Mana to'g'rida. 28:00 уже turibdi ekan mana. Yasalganlari ham tepada. Shu yerga boramiz endi biz. Bizaga oq kerak. Bu korobkada emas ekan. Mana bunaqa yasalgan ekan. Korobkasiz. 4tasi bitta. 9 euro. Bu tomonda xuddi o'shani 3taligi ham bor ekan, u ham 9 euro ekan, 4taligi bor ekan, u ham 9 euro ekan. Qorasi, oqi. Mana hozir bu tomonga yursak, bu tomonda xuddi o'shani burchakligi ham bor ekan mana. Buni narxi 8 euro ekan. Zo'r. Tomonda boshqa qanaqadir kortlar bor ekan. Mana bitta bo'lsa, biz boya ko'rganimiz. Uzunligi, uzunasiga uzun. Ancha bu g'ildiraylikmi? O'shanisi. Mana 9 euroda g'ildiraylik ekan. Shunaqa. Biz endi o'shani olib ketamiz 9 euroga. Mana biz Ikeada hozir mashina oldik oxiri. 9 euroga endi biz hozir kassaga boramiz. Bizga boshqa narsalar ham kerak edi, lekin topolmadik. O'shaning uchun faqat mashinamizni ko'tarib keldik. Lekin biz buni rasmiy hali tushadimi yo'qmi ham bilmaymiz. Uyga borib endi yasab, keyin qo'yib ko'ramiz. Uyga yasalgan holatdagi videoni keyin mana boshqa videoni ko'rishingiz mumkin.